Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining za qatoridagi harflar bilan tanishib o'tamiz. Zagyo. Za qatorida 5 ta harf bor. Za, ji, zu, ze, zo harflari. Za qatoridagi harflar sa qatoridagi harflar bilan bir xil yoziladi. Farqi za qatoridagi harflar ustiga ten qo'yiladi. Shu bilan birgalikda ikkinchi harf Z harfi emas, balki G harfi hisoblanadi. Ya'ni hiragana alifbosida Z harfi mavjud emas. Uning o'rniga G harfi ishlatiladi. Har bir harf bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf za harfi. Qanday yoziladi? Chapdan o'ngga, tepadan pastga, pastki qismi chapdan o'ngga va ten. Alifbo yozish qoidalari bo'yicha avval chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga yozamiz va harflar tepa va past qismlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, avval tepa qismini, keyin past qismini yozamiz. Ten esa eng oxirida yoziladi. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, past qismi chapdan o'ngga, ten. Za harfi 5 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf G harfi. Qanday yoziladi? Tepadan pastga, ten. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Tepadan pastga, ten. G harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf zu harfi. Qanday yoziladi? Chapdan o'ngga, tepadan pastga aylantirib, pastga tushirib yuboriladi. Ten. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Chapdan o'ngga, tepadan pastga, ten. Zu harfi 4 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf Z harfi. Qanday yoziladi? Chapdan o'ngga, o'ng qismi tepadan pastga, chap qismi tepadan pastga aylantirib tushirib yuboramiz va ten. E'tibor bergan bo'lsangiz, S harfida avval mana bu qismi yoziladi. Tepadan pastga tushirilganda, o'zi qoida bo'yicha agar harf chap va o'ng qismlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, avval chap qismini, keyin o'ng qismini yozamiz degan edik. Lekin S harfi istisno tariqasida avval o'ng qismi yoziladi, keyin chap qismi yoziladi. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Chapdan o'ngga, o'ng qismi tepadan pastga, chap qismi tepadan pastga, ten. Z harfi 5 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf zo harfi. Qanday yoziladi? Chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga, tepadan pastga bitta harakat bilan va ten. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Bitta harakat bilan chapdan o'ngga, tepadan pastga, chapdan o'ngga va aylantirib pastga tushirib yuboramiz. Ten. So harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Za qatoridagi harflar bilan biz tanishib o'tdik. Qaysi harflar bor ekan? Za, ji, zu, ze, zo harflari. Mashq ishlaymiz. Za, ji, zu, ze, zo. Za, ji, zu, ze, zo. Endi shu harflar ishtirok etgan
so'zlar bilan mashq ishlaymiz. Qanday o'qiladi? Aza, aza, ko'karish. Kaji, kaji, yong'in. Chizi, chizi, xarita. Koji, koji, yetim. Kaze, kaze, shamol. Suji, suji, pay. Kazoku, kazoku, oila. Izen, izen, o'tmish. Kizoku, kizoku, zadagon, oqsuyak. Kazan, kazan, vulqon. Kaizoku, kaizoku, qaroqchi. Zokin, zokin, latta. Zeykin, zeykin, soliq. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.